Assalomu alaykum. Men Luqmon va Madina Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 2-bosqich talabasiman. Bugun biz sizlar bilan Sharq allomalarining pedagogik qarashlari haqida mavzusini ko'rib chiqamiz. Bunda 3 ta rejamiz mavjud. Bulardan birinchisi Abdulla Avloniyning ta'limiy axloqiy qarashlari. Ikkinchi rejamiz Farobiyning Fozil odamlar shahri asarida asosiy g'oya. Uchinchi rejamiz Ibn Sinoning pedagogik qarashlari haqida. Abdulla Avloniyning pedagogik qarashlari bugungi kunda O'zbek milliy maktabini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Avloniy ijodiy merosini chuqur o'rganishga qiziqish ortib bormoqda. U insonga xos xulqni ikkiga, yaxshi va yomonga ajratadi. Yaxshi xulqlar deb nomlangan birinchi qismida u 31 fazilat, yomon xulqlar deb atalgan ikkinchi qismida esa 20 illatga ta'rif beradi. O'z mulohazalarini dalillash uchun Qur'on oyatlari va hadislarda, shuningdek, Arastu, Suqrot, Ibn Sino, Sa'diy, Mirzo Bedil singari mashhur mutafakkirlarning fikrlarini keltirib o'tadi. Avloniy axloq ulamosining qarashlari asosida insonlarning xulqlarini yaxshi va yomon xulqlarga ajratadi. Bunga ularning nafs tarbiyasini asos qilib oladi. U yaxshi xulqlarga fatonat, nazokat, shijoat, intizom, vijdon va vatanni suymak kabi fazilatlarni kiritsa, g'azab, shafqat, jaholat, saxovat kabi illatlarni yomon xulqlarning belgilari deb biladi. Farobiyning Fozil odamlar shahri asarida asosiy g'oya fozil kishilar obrazi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, shohmi, gadomi, oddiy fuqaromi, fozil kishidir. Shaharning fozil kishilari bir-birlariga nisbatan hurmat va izzatda bo'ladilar. Ota-ona, farzand, ustoz, shogird va do'stlar, qarindoshlar o'rtasida sharqona nazokat, mehr va ehtirom mavjud. Farobiy asarida bundan bir necha asr ilgari ham ota-bobolarimizning ma'naviyati naqadar yuksak bo'lganligi va bu avlodlarga o'rnak bo'lishi ta'kidlangan. Shirin so'z muloqotga kirishishning asosiy qurolidir. U inson qalbini ilitadi. Qo'pol so'z inson qalbini jarohatlaydi. O'qituvchining aql zakovati, fikri, his-tuyg'ulari, bilimi va madaniyati saviyasi, tafakkuri ma'lum darajada so'zda ifoda etiladi. Muomala madaniyatida so'z aqldan kuch, tildan ixtiyor oladi, deydi Aziz Yunusov. Chunki so'zning qudrati katta. O'qituvchi o'z so'ziga, tiliga nihoyatda ehtiyotkor bo'lmoq lozim. Eng avvalo o'quvchilarga muomala madaniyatini kattalar oldida o'zini tuta bilishi, gapda bo'lmasligi, yoshi ulug'larga gap qaytarmasligi kerakligi o'rgatiladi. Insonning eng ulug', lekin murakkab va mashaqqatli faoliyatlaridan biri odamlar orasida, ya'ni jamiyatda o'z o'rnini topib yashashidir. Bu fazilatning murakkabligi shundaki, ko'pchilikka qo'shilish, ular bilan ahil bo'lib yashash uchun insonda shunga yarasha muomala va munosabat bo'lishi kerak. Muomala va munosabatda o'quvchilarning diliga to'g'ri kelmaydigan, qo'pol va dilozor muloqot olib boruvchi o'qituvchilarni hech kim yoqtirmaydi. Ibn Sinoning pedagogik qarashlari. Ibn Sinoga ko'ra, ta'lim aqlni tarbiya esa xulqni tarbiyalaydi. Ammo ular bir-biridan ajralmasdir. Ibn Sino o'zining tib qonunlari asarida bola tarbiyasini yosh xususiyatlariga ko'ra bosqichma-bosqich tashkil etadi. 0 yoshdan 3 yoshgacha bola toza, tinch muhitda bo'lishi kerak. Oziqlantirish, uyqu, gigiyena tarbiyaning birinchi bosqichi hisoblanadi. 3 va 6 yosh o'yinlar orqali o'tish, nutq, fikrlash, axloqiy xulqni shakllantirish. 6 va 14 yosh yozish, o'qish, hisob, diniy va axloqiy bilimlar berish, jismoniy mashg'ulotlar, ya'ni sport, mehnatga o'rgatish. 14 yoshdan yuqori bo'lgan bolalarda esa yigit qizning iste'dodga qarab kasbga yo'naltirish, mustaqil fikrlarini rivojlantirish kabi tushunchalarni o'zining asarida keltirib o'tadi. Ibn Sinoning pedagogik qarashlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Avvalo bolaning yoshiga mos ta'lim, ustozning axloqiy namunasi, jismoniy, aqliy va axloqiy tarbiyasining uyg'unligi, kasbga yo'naltirish, ilmga muhabbat va fikrlashni rivojlantirish kabi g'oyalarni ilgari surgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.